Assalomu alaykum azizlar, aziz vatandoshlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Ana boya aytganimizdek, Andijon viloyati Paxtaobod tumani Buyum bozori hududida joylashgan yangi konstruksiyadan shu savdo xalqi uchun yaratilgan kichkinagina yangi konstruksiyali do'konlar bo'lar edi bunaqangi. Endi buni hamma biladi, to'g'ri, qonuniy deb hech kim bu qonuniy kadastr hujjat bir narsa talab qilgan yo'q. Vaqtinchalik tuman hokimini endi bu og'zaki gap bilan bo'lgan narsa, ya'ni vaqtinchalik infratuzilmalar o'zgarguncha shu xalqni, savdo xalqini eplab tirikchilik qilib turishligi uchun yaratilgan sharoit edi. Bilmadik, kimlarnidir nazariga tushibdi-da, shu 21-22 nafar o'zini o'zi band qilgan, soliqdan QR kod olgan O'zbekiston fuqarolari hammasi savdo xalqini ishlab turgan qish mavsumida xullas joyidan mahrum qilishyapti. Tepalarni ochishyapti, hozir kesishyapti. Prezidentimiz tinim bilmasdan kambag'allikni qisqartirish, odamlarni ish bilan ta'minlash, ya'ni odamlarga yengil sharoit yaratish deb shuncha chorlayotgan bir paytida ana shu gaplar bor. Ko'rib turibsizlar. Hamma buzish bilan ovora. Nima deymiz endi? Adolat bordir. Ko'rib turibsizlar, azizlar.